Ko'pchilik qo'y bo'ynini butun pishirishadi, lekin shu uslubda tayyorlasanglar juda ham mazali bo'ladi. Bo'ynimizni 2-3 sm qalinlikda kesib olamiz. Dumbalarimizni parray to'g'rab, yaxshilab yog'ini chiqarib olamiz. Jizzalarimizni qozondan olib, ozgina o'simlik yog'i qo'shib, tayyor go'shtimizni qizigan yog'da qovurib, ziravorlarini sepib, ko'madigan darajada suv quyib, 3 soatga dimlab qo'yamiz. Bu orada men sizlarga Zifler kompaniyasining taqdimot marosimi haqida gapirib beraman. Bir necha kun oldin Zifler kompaniyasining taqdimot marosimiga bordim. Zifler kompaniyasi rebranding o'tkazdi, yangi texnika liniyasini yo'lga qo'ydi. Yangi chiqqan texnikalarni bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Birinchi texnikamiz o'rnatilgan duxovka, 3 qatlamli toblangan shisha va eshikni sovutish tizimi bilan jihozlangan. Eng e'tiborimni tortgani mana shu pishirish paneli. Panelni ozmasizlar yog' ko'rsatma. Yoqqaninglarda frazer bu ham ishlaydi. Bu havo tortishi kuchini qaranglar. Paket tortyapti. Bu paket og'ir. Ovqatdan chiqayotgan tutunni bemalol tortib ketadi. Induksionniy plita bu. Agar o'zini maxsus